Huzayfatul Yamanining yaqasiga eslab, "Men munofiqlarning ichida bormi? Menga aytib ber" deb yalvarishga boshladi. Bir odamning degan gapida turishi, shundaqla quyilgan omonatni ado qilishi u odamning iymonining sifatini ko'rsatadi. Bugun kunimizdagi, ya'ni Uyg'ur jamiyatimizdagi eng og'ir masalalarning birisi mana shu. Miladiya 644-yili, Hicriya 23-yili, Zulhajja ayining 26-kunisi, çarşamba atdigan bomdod namozi o'qiyotgan vaqtda Hazrat Umar ibn Xattob zaharli xanjar bilan oltiyaga orqama-orqa xanjarlandi. Qonlar uning badanidan eqishga boshladi. Sahobalar Hazrat Umarni ko'tarib uyga elib keldi. Tüyüp Hazrat Umarning ahvolini ko'rgandan keyin, "Ey mu'minlarning amiri, siz uzun yashamaydi ekansiz. Vasiyat bo'lsa qilib oling" dedi. O'g'li Abdullah Hazrat Umarga sut ichkizdi. Sut Hazrat Umar radhiyallohu anhuninki ikki eg'iz tarafidan yalab tushib ketdi. Hazrat Umar ibn Xattob Abdullahning yaqasiga ching eslag'ancha, "Ey Abdullah, menga Huzayfatul Yamanini chaqirib akappa" dedi. Bilganimizdek Huzayfatul Yamani radhiyallohu anhu bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning sir sanduqi edi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom kimlarning munofiq ekanligini Huzayfatul Yamaniga aytib bergan edi. Abdullah Huzayfatul Yamani radhiyallohu anhuni chaqirib akeldi. Hayotini payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning bu islomdan iborat bu davosini kengaytirish uchun atgan Rasululloh qatnashgan jihatlarning hammasiga qatnashgan. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom va Hazrat Abu Bakrdan keyin musulmonlarga xalifa bo'lib, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning o'rin bosari bo'lib, yer sharining yarmiga hukmronlik qilib, u yerga adolatni tarqatgan Hazrat Umar radhiyallohu anhu Huzayfatul Yamanining yaqasiga eslab, "Men munofiqlarning ichida bormi? Menga aytib ber" deb yalvarishga boshladi. Huzayfatul Yamani radhiyallohu anhu yig'laganicha, "Vallahi ma zakara ismuka indi." Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam munofiqlarning qatorida sening ismini tilga olmadi dedi. To'g'ri yo'lda mangan xalifaning ikkinchisi bo'lgan Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'zining munofiqlardan bo'lib qolishidan shunchalik ansirdi-yu, biz nimaga xotirjam? Ajaba munofiqlikni biz tushunmayotgandik, to'g'ri. Biz munofiqlikni faqat e'tiqodiy jihatdagi munofiqliklar, biz e'tiqodiy jihatda munofiq emas deb o'zimizdan xotirjam bo'lyapmiz. Amaliyotda bo'lsa munofiqlik ikki turlik bo'ladi. Birisi e'tiqodiy munofiqlik, yana birisi bo'lsa amaliy munofiqlik. Agar biz e'tiqodiy munofiqlik bo'lmagan taqdirdami, ya'ni e'tiqodimizning ichida, ya'ni iymonimizda biz kufrni yushirib tashqi jihatda musulmondek ko'rinmagan, ichki jihatda Allohga ishongan bo'lsakmi, lekin ish harakatda biz munofiqlarga o'xshab qolsak, ya'ni o'xshashlar sap amaliy jihatda munofiq hisoblanamiz. Hazrat Umar o'zining e'tiqodiy jihatda munofiq emasligini obdan bilatdi, lekin Hazrat Umar o'zining amalda, ish harakatda ig'iz bilan ish harakatining birdek bo'lmasligi, qalbida bilan ig'izda degan gapi bilan ish harakatining zid bo'lishi bilan munofiqlarning qatoriga qo'shilib qolishdan ansiraydi. Demak, munofiqlik undaq biz tushungandek faqat e'tiqodiy tarafini o'z ichiga olmaydi. Shundaqla Alloh taolo Qur'oni Karimda munofiqlarning bir qancha sifatini bayon qiladi. Ana shu sifatlarning qatoridan yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Ular, ya'ni munofiqlar bo'lsa, qalbida yo'q gaplarni deydi. Yani qalbida undaq bir ulug'vor g'oyalar yo'q yoki cho'ng ishlarni qilish, Alloh yo'lida yashash, Alloh yo'lida o'lish va yoki undan boshqa har qanday bir ideal bir gaplar yo'q. Ammo ig'izda navbatdagi vaziyat mushuni taqozo qildi yoki hozirgi o'rin mushuni taqozo qildi deb qalbida bo'lmagan gaplarni deyishmi, ana shu munofiqlarning alomati edi. O'zini musulmon deb turib, Allohga ishonaman deb turib, haqiqiy Allohga ishongandek yashamaslikmi bir munofiqlikning sifati edi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va minan nasi man yaqulu amanna billahi va bil yawmil akhir va ma hum bimu'minin." Kishilarning shundaq bir kishilar borki, ular Allohga oxiratga ishondiq deydi. Xuddi bizga o'xshash. Va ma hum bimu'minin. Ular mu'min emas deydi. Nima uchun? Ular ig'izda Allohga ishonamiz, oxiratga ishonamiz desimi, lekin u Allohga ishongandek, oxiratga ishongandek amal qilmaydi deydi. Demak, bu Qur'on Karimda bayon qilingan munofiqlarning sifati. Undan boshqa o'zining bir prinsipi, maydoni, mavqesi bo'lmaslik. Har qanday bir so'ringa bo'lsa, shu so'rinning kayfiyatiga qarab, o'zining prinsipi chaynalsimi, amaliyot yo'q, prinsipi yo'q, shu so'ringa masalda o'zgarib, shunday yashashmi bir munofiqlikning alomati edi. Hazrat Umar mana mushundan ansirgan edi. Undan boshqa payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda 4 dona xislat, 4 dona ish bor. Agar bu 4 ishning birisi tepilib qolsa, munofiqlikning bir sifati, bir xislat tepilgan bo'ladi. Hattoki uni tark etmagan qadar uningda shu munofiqlikning xislati bo'ladi deydi. Bu 4 ishning birinchisi bo'lsa, iza tumina xana. Omonat qo'yilsa, xiyonat qiladi. Masalan, birisi ma'qul sizga omonat turg'ash tursin desa, uningdan so'may uni ishlatibsa, uni tijoratga solsa, hatto keyin ziyon tortdim deb uni bag'al unmasa, mana bu omonat qilingan bir xiyonat, munofiqlikning bir xislati. Ikkinchisi bo'lsa, va iza haddasa kaziba. So'zlisi yolg'on so'zlaydi. Ya'ni o'zini musulmon deb turib, payg'ambarga
Xudoga ishonaman, oxiratga ishonaman, Allohga ishonaman deb turib yolg'on gap qiladi. Boshqalardan pul olishda, boshqalar bilan aralashishda, o'zini yaxshi ko'rsatishda, har qanday bir munosabatda yolg'on so'zlaydi. Uchinchisi bo'lsa, va idza ahada g'adara. Va'da bersa so'zda turmaydi, va'dasiga vafo qilmaydi. Buning bugungi kunimizdagi eng chong o'rnaklari bo'lsa, boshqalar bilan bo'lgan munosabat, ilm birim. Ya'ni boshqalardan pul o'tni olamiz, faloni kunga qaytiraman deb, ammo vaqti kelgan vaqtda bo'lsa uni qaytarmaymiz. Mana bu munofiqlikning xislati. Bir odamning degan gapida turishi, shundaqla qo'yilgan omonatni ado qilishi u odamning iymonining sifatini ko'rsatadi. Ya'ni bir odamning iymoni qanchalik sifatli, sab bo'lsa, u odam shunchalik so'zida turadi, va'dasiga vafo qiladi, omonatga xiyonat qilmaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda haqiqiy mu'minlarning sifatini bayon qilib, "Vallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Ular bo'lsa omonatlarga va va'dasiga rioya qiladi, ya'ni vafo qiladi deydi. Bugun kunimizdagi, ya'ni Uyg'ur jamiyatimizdagi eng ig'ir masalalardan birisi mana shu so'zda turmaslik, degan gapiga amal qilmaslik. Amaliyotda bu o'zimizni musulmon deb turmasakmi, bu bizda bir munofiqlik xislatini paydo qiladigan bir ish. Hazrat Umar mana mushundaq ishlardan ansiragan. Mana mush tufayli men munofiqlarning qatoridan bormi deb o'zini ansiragan. Rasululloh bilan 20 yildan ortiq birga hayotini o'tkazgan. Ya'ni sahoba Rasululloh bilan birga jihad qilgan. Rasulullohdan keyin yer sharining yarmiga yaqin yerga hukmronlik qilib, u yerga islomning qonun qilgan, adolatni barpo qilgan bir sahoba mana mushundaq ishlar tufayli o'zi munofiqlarning qatoridan bo'lib qoldimmi deb o'zini ansiragan. Endi biz nimaga xotirjam? Boshqalarga va'da qilib, va'da qilgan vaqtda bo'lsa qaytarmay, nimamizga xotirjam yuraymiz? O'qigan namozimizga, qilgan hajjimizga, umrlarimizga va yoki cho'nglarga va yoki o'limalarimizga solgan dasturxonlarimizga ishonib, shunchalik xotirjam yurayotamdiq. Hazrat Umar siz bizdan ko'p namoz o'qigan. Hazrat Umar siz biz qilmagan jihadlarni qilgan. Hazrat Umar siz biz yaqinmi bormagan musulmonlarga xalifa bo'lgan, o'zi hukmronlik qilgan zamonga adolatni barpo qilgan. Shundoq turib o'zining munofiqlarga tushib qolishidan ansiragan. O'zimizni aldamaylik. Biz shunchalik o'zimizni yaxshi qildik deb turib, ammo o'zimizda mana shundoq munofiqlik xislati holatga ketadi ekanmiz, bizning ahvolimiz xatar. To'rtinchisi bo'lsa, ya'ni munofiqlikning xislati bo'lgan alomatning ishining to'rtinchisi bo'lsa, va idza xosama fajara. Ya'ni o'zaro jidallashib qolgan vaqtda eg'izni buzadi. Mana shu 4 ish qanday bir odamda tepilsa, munofiqan xolisa deydi Rasululloh. Sap munofiq bo'ldi deydi. Ya'ni amaliy jihatda munofiqning yana bir turi bo'lgan amaliy munofiq bo'ldi deydi. Balki shayton bizga bu ishlarni kichik ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin. Bu sababdan boshqalarga bergan va'damizda turmagan bo'lishimiz mumkin. Bu sababdan boshqalarga va'da berib, so'z berib olgan qarzlarni qaytarmagan bo'lishimiz mumkin. Amaliyotda bu asla va asla kichik ish emas. Bu nihoyatda cho'ng bir ish. Bo'lib shu va'da masalasidagi qarz elish nihoyatda cho'ng bir ish. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sahobalarning qashi o'tirgan vaqtda uningga bir xil qattiqchilik bo'lib ketdi. Xuddi vahiy tushganga o'xshash Rasulullohga bir qattiqlik bo'ldi deydi sahobalar. Bu qattiqlik o'tib ketgandan keyin sahobalar: "Ey Rasululloh, nima ish bo'ldi?" deb so'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Vallazi nafsi bi yadihi, law anna rajulan qutila fi sabilillah, thumma uhiya, thumma qutila, thumma uhiya, thumma qutila, thumma uhiya, thumma qutila wa alayhi dayn ma dakhala al-jannah." Allah bilan qasamki, bir odam Alloh yo'lida urush qilib, o'ldirilib, ya'ni shahid bo'lib, ondan keyin tirildirilib, ondan keyin yana Alloh yo'lida urush qilib, yana shahid bo'lib, yana tirildirilib, yana Alloh yo'lida urush qilib, yana shahid bo'lsa, 3 qatim Alloh yo'lida shahid bo'lib, bu odamning gadini qarz bo'lsa, ma dakhalal jannah, jannatga kirmadi. O'ylab baqira, shahidlikdanmi cho'ng bir amal yo'q yer yuzida, mazmunda. Ana shundoq cho'ng ulug' ibodatmi bizning ustimizdagi qarzni ko'tarib o'tmaydi. Bizni jannat kirishga elib borolmaydi agar bizning ustimizda qarz bo'lsa. Endi qarzning ahvoli bunchalik ig'ir bo'lgan yerda omonatga xiyonat qilib, aldab, bulab, saxtipazlik qilib, elib-elib, yeyib-elib, bundaq holatda boshqalarning qul haqqiga kirishning ahvoli zodi qanday bo'lar? Agar siz sahoba bo'lib, Rasululloh bilan birga jihad qatnashib o'lgan bo'lsangizmi, siz jannatga kirmaysiz. Chunki bu yolg'onchilik, chunki bu va'dasi turmaslik, chunki bu omonatga xiyonat qilish. Ya'ni buningda munofiqlarning ko'p sifatlarining hammasi tepiladi. O'ylab baqali, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o'zi bilan birga yashagan, jihadlar qatnashgan birisining ustida qarz bo'lsa, uning namozni tushirgil unmaydi. Boshqalarning sizlar namozni tushiringlar deydi. Buningda biz qarzningki naqadar ig'ir ish ekanligini bilalaymiz. Bu qarzningki mushundaq ig'ir ish ekanligini biladigan yerda endi boshqalarning mol-mulkini nahaq yevelishning naqadar ig'ir ish ekanligini o'zimiz o'ylab baqsak bo'ladi. Bugungi kunimizda pul topishning qiyinligi sababli nurg'unlagan kishilar mana shu masalada, qarz masalasida, omonat masalasida, boshqalarning haqqini yevelish masalasida imtihondan o'tolmayotdi. Bu bizning ahvolimizning naqadar xatarlik ahvolga qarab ketib borganligini ko'rsatadi. Amaliyotda bo'lsa, shayton bizni davomli piqirchiq bilan qo'rqitadi. Ya'ni kelgusimizni ensirtadi. Kelgusida qanday qilsa, mushu fursatni ketkizib olsang, mushu boshqalarning haqqini yevelishdan iborat, pullarni to'plab olishdan iborat mushu fursatni ketkizib olsang, sen qiynalib qolaversa, boshqalardek yashamaysa deb shayton bizni qiyinchilikdan, piqirchilikdan va kelgusimizni qo'rqitish orqali harom yegizishga qiziqtiradi.
Ammo Alloh taolo bo'lsa, vallohu ya'idukum mag'firatan minhu va fadla. Alloh taolo mag'firat, apuchanlik, shundaqla o'z tarafidan bo'lgan bir fazilat, ihson, rizq bilan bizga bishorat beradi. Shundaqla shu esimizda bo'lishi kerakki, oz yeyli, jiq yeyli, har bir odam payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom aytdi degandek, bir odam o'zininki rizqini yemiguncha ajal kelmaydi. Haram yesakmi o'zimizning rizqini yeymiz, halol yesakmi o'zimizning rizqini yeymiz. Shuning uchun oldirmay o'zimizning rizqi bo'lgan halol yeyli. Chunki 40-50 yil va yoki 60-70 yil yashaymiz. Undan keyin o'limdan iborat bir haqiqat bor. Undan hech qaysimiz qutlanmaymiz. Biz o'lgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xabar bergandek, eng avval 4 ishdan surilamiz. Uning birisi bo'lsa, pulni nereden topdi? Haloldinmi, haromdinmi? Shunga shu eng avval suriladigan savollarning birisi bo'ladi. Shuning uchun boshqalarning yaxshi yashab ketganligi, yaxshi kiyib ketganligi, isil mashinalarni haydab ketganligi, isil ilib ketganligi sizni aldab qo'ymasin. Siz o'zingizning halol yeganligi, oz yeysangizmi, oddiy yasangizmi, pokiz yeganligingiz bilan har doim faxr qiling. Asla va asla bergan so'zni turmaslik, va'dasiga vafo qilmaslik, omonatga xiyonat qilish, so'zlisi yolg'on so'zlash orqali munofiqlarning xislatining hammasi o'zingizda jug'lab, bu dunyoga shuni ko'tarib ketishdan panoh aylang, hazar aylang.